Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum da. Assalamualaikum. Ke yur, qo'yxonani ko'rsatamiz. Ideal Krol Idalkol YouTube utul akkauntiga akadulda xush kelibsizlar. hoş diyorsunuz. Bakayım mı? Yo'q. Yo'q svetdi. Yur ketdik. Yur. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalamualaikum. Bugun biz nima qilamiz? Quyonlarni Kuyanlarını obzor qilamiz. abrat Obzor qilamiz. kılamış. Qaysi quyonni menga yetib berasan? Mamını. Yur ke. Oti nima buni? Strakach, Iskatat. bir bola. Baba. O't bu yoqqa. Mana dunyoda O'zbekiston bo'yicha atiga nechta odamda bor? Ikkita odamda bormi? Hı. Ana. Strakach nomi juda ham uzun. To'g'rirog'i bilmayman, lekin bolalari уже bron qilib bo'lingan, to'g'rimi? Hı tabii. Bolalari уже bron qilingan, aziz tomoshabinlar. Mana bu yerda otasi. Hı. Svetlarni yoqamizmi? Hı. Hop, yoqdim svetlarni. Hozir shtativda olyapman, ko'rib turganingda. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, nima qilsin? Like bossin. To'g'rimi? Hı. Bo'ldi. Xudo xohlasa hozir men sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Sekin gapirib ketiraman. Mana do'stlar, ko'rib turganingizda Strakach bolajonlar sotiladi. Xudo xohlasa sutdan chiqqandan keyin. Ideal Krol videoyimizning nomi Ideal Krol qisqacha obzor. Juda ham zo'r. Instagram sahifamizga o'tib olib, anaqa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Instagram sahifada juda ham ko'p videolar boraman. Vine qanaqadir qisqacha metrajli kinolar, shunga o'xshash videolar ham bor. O'shaning uchun Instagram sahifamizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yoqda juda ham qisqacha 331 Farruh aka, ularning ham YouTube akkauntlari bor. Meni ham YouTube akkauntim bor, ularga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube akkauntimizda Ideal Krol, hozir sizlar Ideal Krolni tomosha qilasizlar. Hozir men sizlarga bitta qisqacha nima qilib beramiz? Obzor qilib beramiz. Ana. Hop do'stlar, mana Strakach temasiga qaytamiz. Hop. Buni bolalarida sotiladi. Endi videolarimizda sal anaqa kameralar manaqa titrab qolishi mumkin, chunki men bitta o'zim videoga olaman ham sizlarga keyin qo'limda ham sizlarga ko'rsatib beraman. O'shaning uchun sal anaqalar titrashlar yoki kamera qiyshayib ketishlari bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Unaqa baqirma. Hozir olib beraman qo'yan, xo'pmi? Obunachilarga nima deyish kerak? Voy. Salom berding-ku? Bo'pti, davay. Mama rekalarga e'tibor qilishlar, chunki biz hozir eng yasodik va uni dastavkaga chiqarib yubordik. O'shaning uchun bittada videolarimizni aniq qilib o'rgim keldi mana. Strakach bolalari juda ham sog'lom. 4 haftalikmi? Menimcha sutdan chiqishiga ozgincha muddat qoldi. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Juda ham Strakach liniyalari xudo xolisa tekis ketgan. Jinsi noma'lum. Hammasi lichkaga bog'lansalar yoki qo'ng'iroq qilsanglar narxi va lokatsiyasi aytiladi. Yo'q, lokatsiyasi o'zi har doim aytiladi. Yunusobod tumani 19-kvartal da anaqa shu quyon fermamiz joylashgan. Oddiy uy sharoitida boqamiz. Mana shunaqa joyimiz bor. Mana masjidga o'zimizga inla yasab, adam o'zlari inla yasab masjidga qilganmiz. Do'stlar, mana bu anaqa ko'pchilik mashinaga ham qiziqyapti. Buni anaqa bolajonlar уже bron qilib bo'lingan. Bu erkak Strakach, buni nomini eslab qolish juda ham qiyin. Eslab qola olmayman men uncha, chunki Strakach bir bola-da. Yana bilmadim. Mana bu yerda boshqacha, mana angliskiy mililoplar. Boshqacha quyonlarimiz ham bor. Stoykaga o'rgatib berishda Ideal Farm Instagram sahifamizga, Instagramga o'zingizlarning telefoningizdan Instagramga Ideal Farm, Ideal pastki chiziqcha Farm, pastki chiziqcha 01 deb yozsanglar, mana shunaqa quyonlarni stoykaga o'rgatgan videolar chiqib kelishi mumkin. Xudo xolasa,
Ideal Farm mani ukam bo'ladi. Ikkalamiz ikkita anaqa olib boramiz, Instagram sahifamizga olib boramiz. Bu yoqqa ham o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Meni ham Instagram sahifam va YouTube akkauntim bor. Mana bu yerda anaqa xatut. Ko'rib turganingizdek, panda bir bola yuradi. Juda ham mana buni bolalari endi xudo xolasa, mana buni anaqasi mana ko'rib turganingizdek. Hozir ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu samest, samka. Bu samkasi, bu samesti. Ko'rib turganingizdek. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib podeshni qo'yasizlar. YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana ko'pchilik so'rashyapti. Chonni Agnonini bolalaridan bormi deyishyapti. Даже Telegramga ham va Instagramimga ham directga ham yozib tashyapti. Xudo xolasa bu videolarimizni Instagramda ham aytaman. Mana bunaqa videoyimiz chiqdi. Obzor qilganmiz, sotiladigan quyonlar deb e'lon qilaman. Instagram sahifamda ham o'tib olib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar mana. Chonni Agnonini bolalari. Mana qizil. Ko'rasizlarmi? Tegini qisab sariqligi. Mana onasiniki ham bor, o'ziniki ham bor. Ko'rib turganingizdek juda ham zo'r chiqqan. Ko'rib turgan onasini ko'rasizlarmi? Kichkinaligini endi bolalarini qarang. Shi zo'r narsa chiqqan. Ko'rib turganingizdek like bosasizlar, poddesh qo'yishni unutmanglar. Aytib qo'ying, video o'zidan o'zi uzilib qolsa, gapimni orasida video o'zidan o'zi o'chib qoladigan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar, chunki men telefonimda olyapman, endi joyi kasal kamroq qoldi, endi xotirasini sal o'chirdim, endi o'zidan o'zi joyi to'lib o'chib qolsa, endi ming bor uzr so'rayman, balki hozir o'chib qolishi ham mumkin. Mana bu yerda trendda bo'layotgan kalif zotli quyonlarimiz ham bor. Hozir ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Ehtiyot bo'linglar. Hop. Mana kalif 150 mingdan hozirchalik, lekin bundan keyin narxi juda ham oshib ketadi. Mana bu yerda mana bu quyonlarimizning davomi. Ikkita paridan olib kirganmiz. Ikkita o'g'il, ikkita qiz olib kirganmiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda angliskiy meloplar ham bor, bolalari. Kalif va onasi kalif mana kalif orasida bor desanglar, chunki onasi boqmaganiga boshqa quyonga qo'shib qo'ysa bo'ladi mana bu. Kalifli quyonimiz 150 mingdan sotiladi. Agar ikkitadan, 3tadan ko'pligi 100 ming, 120 mingdan olishinglar mumkin, bemalol xarid qilishinglar mumkin. Bemalol directga yoki Instagramdan ham bog'lanishinglar mumkin yoki asosan Telegramdan bog'laninglar. Sizlardan iltimos qilaman. Telegramda, YouTube'da men videoyingizni ko'rdim. Iltimos otini aytinglar. Men quyoningizni ko'rdim, Instagramda ko'rdim. U deb anaqa yozmaydi, chunki biz bilmasligimiz mumkin. Keyin sizlardan har xil savollar so'rashimiz mumkin. Qaysi quyon, otini bilasizmi? O'sha quyonni rasmini bilsangiz, rasmini tashab bering, iltimos deb biz yozishimiz mumkin. Chunki otini bilmasak va qayerda anaqaligini biz именно o'sha quyonni sizga topib berishimiz mumkin bo'lmaydi. Sal qiynalib qolamiz mana. Ko'rib turganingizdek juda ham mana. Mashinalar ham sotiladi, bemalol aloqaga chiqib ko'rishinglar mumkin. Ana ko'rib turganingizdek quyonni donini qayerdan olaman deyotganlarga ko'pchilik quyonni donini topolmaydi. Nima don beriladi o'zi? Ko'pchilik uje Royal Fetga o'tishyapti mana. Hamma yoqda mana quyonlarimiz Royal Fetni yeb anaqa ozuqa kechiradi mana ko'rib turganingizdek. Mana to'ldirib qo'yib qo'yamiz baqlaga hozir. Endi olib keluvdik biz medoti. Hozir yemni ochib sovotgan jarayonlarimizni ham ko'rsatamiz. Laboda hozir olib kelgan edik. Hozir solinayotgan Royal Fetimizni ko'rsatamiz. Hozir Royal Fetim ham bitta qopi bor edi, hozir olib qo'ydim. Mana bu yerda erkak angliskiy meloplar bor. Mana ko'rib turganingizdek. Sal kameramiz xiranikini yetmaganda ana. Juda ham zo'r. Svetlar, fonarlar, mikrofonlar yoqib. Xudo xolisi videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Mana bu yerda oqi bor. Chon angliskiy melop. Juda ham zo'r. Buni bolalardan xudo xolisi yaqin orada chiqadi. Mana
Mana bu yerda yana angliskiy menilab. Hozir qaysi fermaga borishingizdan qat'iy nazar, angliskiy meniloblar hozirchalik ko'p. Mana shu quyonimiz kostyumasi вообще zo'r chiqdi, qaranglar. Qaranglar mana quyonimiz ham rangi estetichniy, вообще zo'r chiqdi. Ko'rib turganlarda juda ham kim mashinaga ishqiboz bo'lib yoqib qo'ygan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar jigarlar. Sizlardan nima ketdi? Obuna tugmasini ham bosib qo'yishni unutmanglar. Juda ham zo'r narsa ekan. Zo'r narsa chiqdi o'zi ham mana. Onasini ham ko'rsataman. Buni otasini ham ko'rsataman. Mana onasi bo'ladi. Mana onasi. Mana uni ko'rasizlar. Mana bu yerda mana bular ham bemalol sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, kimni yuragiga jiz etgan bo'lsa, bu mana shu quyonni olaman deydi. Shartda pastdagi описаниеga qarasanglar, telefon raqamlarimizda turgan bo'ladi. O'shanga bitta lichkasiga bog'lansanglar, mana quyoningizni yoqtirib qoldim, yuragim jiz etdi deysizlar. Biz именно o'sha quyonlar sizlarga jonli ravishda dumaloq video tariqasida video jo'natamiz va o'zingizlarga yoqqanini yana bir marta yoqtirib qolganinglarni mana shuni zakaz qilaman, bron qilib qo'yaman. Aka, sutdan chiqqandan keyin dastavkadan yoki chiqarib olishingiz mumkin. Agar sizlar viloyatdan bo'ladigan bo'lsanglar, pitakkacha olib chiqib beradilar adam o'zlari. Uyog'iga o'zingizlar taksisinglar bo'lsa yoki anaqanglar bo'lsa, o'shandan bog'lanib olasizlar. Mana Botti bolajonlarni, mana Botti bolajonlarni otasi bo'ladi. Mana juda ham otasi ham har xil rangli, juda ham estetichniy. Bu haqida Instagram sahifamizda qisqacha video qo'yamiz, reels formatida. Birinchi qismini o'z nihoyasida tugatib oldinglar. Demak, ikkinchi qismini ko'rmoqchi edinglar, lekin YouTube 15 minutdan ko'pini men kirita olmadi. Shuning uchun ikkinchi qismini YouTube akkauntimizda ko'ra olishingiz mumkin. Shundoq pastga tushib, dumaloqchani ustiga bossangiz ikkinchi qismini ko'rishingiz mumkin. Bemalol sotiladigan qo'llarni ikkinchi qismini ko'rishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.